بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Saodatning sabablari deb nomlanadigan darsimiz bugun 25-sabab. Bugungi mavzuyimiz bir o'zgacha. Yer kurrasini ustunga ko'tarib olma. Yer sharini yelkangga ko'tarib olma. Shunaqa odamlar bor, ichi doim qaynab turadi. Agar aytish mumkin bo'lsa, bunaqalarda ichida 3-jahon urushi doim bir avjida turadi. Nimaga bunaqa deyapmiz? Bunaqa odamlar ko'chada bo'layotgan har bitta voqea, hodisani o'ylab, kallasida, qalbida olib doim asabiylashib yuradi. Bunaqalar o'zlarini o'zi tugatib qo'yadi, tamom qilib qo'yadi. Oshqozon yarasi deysizmi, davleniya deysizmi, sahrni diabet deysizmi? Ana shu doimiy suratda tarang yurganligi uchun har bitta bo'layotgan voqeaga bir daraxtni bakadaqa qalbi qaltirab bir ta'sir qilib turganligi uchun shunga o'xshagan kasallarni naq qilib oladi. Narx-navo oshib ketdi, dollar kursi o'ynab turibdi, yomg'ir yog'mayapti, isib ketdi. Yelkasiga yer kurrasini ko'tarib olganda, bunaqa odamning hayoti doim qo'rquvda, sarosimada, xavotirda bo'ladi. Bunday qilishlik insonni tugatib qo'yadi. Shuning uchun birodar, yer kurrasini yelkangga ko'tarib olma. Suvni o'zini oqishiga tashab qo'y. Alloh taolo aytadi: "Yahsabuna kulla sayhatin alayhim." Shu bo'layotgan har qanday shovqin, baqir-chaqirni meni zararimga deb o'ylaydi, vahima qiladi. Shuning uchun birodar, yer kurrasini yelkangga ko'tarib olmagan. Yomon hodisalarni uloqtir, uylab olma, kengroq bo'l. Bo'lgan narsalarga qo'g'rilaverma. Chunki Allohda aytgani bo'ladi. Bitta yaxshi maslahat bor shu yerda. Mana kechagi darsimizda Anoshervon 2 ga bo'ldi ishlarni. Chorasi, tadbiri bor ishlar va chorasi tadbiri bo'lmagan ishlar. Sen tadbir qilishing mumkin bo'lgan ishlar bor, o'zgartira olasan. Uni chorasini yaxshilab qil. Endi sen chorasini qila olmaydigan ishlarga sabr qil. Yana bitta yaxshi maslahat bor. Hayotdagi ishlarni 2 ga bo'lib olamiz. Birinchisi, siz ta'sir o'tkaza oladigan ishlar. Ikkinchisi, siz ta'sir o'tkaza olmaydigan ishlar. Ro'parangizda sizni o'ylantirayotgan, sizni yuragingizga vahima solayotgan, sizni siqayotgan ish. Shu ikkalasidan qaysi biriga to'g'ri keladi? Agar siz ta'sir o'tkaza oladigan ishlar bo'ladigan bo'lsa, imkoningiz boricha tadbirni qiling. Qilib turib yo'q Allohdan deng. Endi agar ikkinchisidan bo'lsa, siz ta'sir o'tkaza olmaydigan ish bo'ladigan bo'lsa, nima qiling? Ular bilan ishingiz bo'lmasin. Ular qaysilar? Ob-havoda qanaqa bo'lishi senga hech qanaqa aloqasi yo'q. Yog'armikin, yog'masmikin? Buday chachib qo'ydim, ozgina yog'armikin, yog'masmikin? Tomga loy solishim kerak, yog'may tursa yaxshi bo'lar edi. Sen nima qila olasan? Yana sen ta'sir o'tkaza olmaydigan ishlardan bittasi o'sha valyutani kursi. Endi nima bo'lar ekan? Endi qana bo'lar ekan? Nima bo'ladi? Sen o'zgartira olasanmi? Yo'q, tek qo'y. Suvni o'zini oqishiga tashab qo'y. Siyosatchilar o'rtasida bo'layotgan mojarolar, endi qana bo'lar ekan? Endi nima bo'lar ekan? Sen o'zgartira olmaysanmi? Yelkangga yer sharini ko'tarib olmagan. O'zini oqishiga qarab qo'y. Shunaqa odamlar bor, xuddi bir lata namlikni o'ziga singdirib olgandek, bu odamlar qalbiga mana shunday qo'rquv, vahima, mishmishlarni singdirib oladi-da, bo'lmagan narsaga asabiylashib, siqilib, bo'g'ilib yashaydi. Har narsaga jazoga tushaveradi. Bunaqa qalb o'zining egasini tamom qilib qo'yadi. Endi bu eslatmalar kimga foyda qiladi? Astagfirullah va zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Eslatma bering, Qur'on bilan, hadis bilan, shariat hukmi bilan. Zero eslatma mu'minlarga foyda qiladi. Bugun bir narsadan albatta jazoga tushdingiz. Bir narsani o'ylab siqildingiz, nervingiz o'ldi va unga siz hech qanaqa aloqangiz yo'q edi, ta'siringiz yo'q edi. Bo'ldimi shunaqa bitamtam? O'ylab ko'ring bugungi kuningizda. Unaqa siz kunimiz yo'q. Albatta nimadandir nima qilamiz? Siqilib bo'g'ilib ketamiz. Bu nasihat birodarlar haqqa ergashganlarga foyda qiladi. Ularning iymonini quvvatli qiladi. Ammo iymoni zaif bo'lgan, iymoni quvvatsiz bo'lgan odamlarga bu nasihatlarning foydasi yo'q, vahimani ustiga vahima qilaveradi. Ammo yuragida iymoni, shijoati bor insonlar bunaqa bir mayda-chuda narsalarga parvo qilmaydi, sobit tura oladi. Jasur, mard, qo'rqmas kishilar bosiq bo'ladi, fe'li keng bo'ladi, ishonchi mustahkam bo'ladi. Qo'rqoqlar esa maza bemaza, behuda xavotirga tushaveradi. Alg'ov-davg'ov ko'rib qo'ygan tushini ham ta'bir qilib turib, shu tushidan ham qo'rqib yuraveradi. Endi nima bo'lar ekan? Kechqurun mana qani ko'ruvdim. Nima bo'lardi? Haloyiqni Alloh azza va jalla hali yaratmay turib, mahluqotlarni hech qaysini yaratmay turib, qalamni yaratgan. Qalamga Alloh taolo yoz degan. Qalam ana shu lahzada
koinotda sodir bo'ladigan har bitta narsani bitib bo'lgan. Bu osmoni yer yaralmay 50 ming yil avval bo'lgan. Shuning uchun manaqa bo'lamish, manaqa bo'lar ekan, anaqa bo'lar ekan. Kim aytgani bo'ladi? Allohda aytgani bo'ladi, bolam, qo'rqma. Dada, tuya arzon bo'libdi, 1 tanga ekan. Yo'q, o'sha tanga, qani tanga? Ancha vaqt o'tgandan keyin dada, mana endi tuya 100 tanga bo'libdi. Olib qo'ysak bo'ladi desa, dadasi chiqarib ber, mana 100 tanga. Endi tanga bor. Endi tuya minishing yozilgan bo'lsa 100 tangaga ham olasan. Chunki o'sha pati 100 tangaga Alloh yetkazadi. 70 so'mdan qo'yapsizmi benzinni? Mashina ham ozayib ketdi, benzin qimmatlagandan beri. Uning sari katta mashinalar, uning sari qimmat mashina to'lib o'lyapti, birodarlar. Mo'min odam yelkasiga yer sharini ko'tarib olmaydi. Go'yoki u ko'tarib g'am qilmasa, xuddi yer aylanmay qoladigandaqa. Birodar, sen bilan men o'lib ketsak hamchi bu yer aylanaveradi. Bu shamol esaveradi, bu quyosh chiqib botaveradi, hayot o'zini maromida ketaveradi. Sen yelkangga yer sharini ko'tarib olmagin, o'zingni tugatib qo'ymagin. Agar birodar xotirjam hayot qolaydigan bo'lsang, hodisalarga sabr bilan yondosh, shijoatli bo'l. O'ziga ishonchi bo'lmagan insonlar sen bilan meni vahimaga solib, hissiyotga solib qo'ymasin. Bular ishiga parvo qilma. Voqea hodisalarga nisbatan qattiq tur, kuchli bo'l. Endi qalbi zaif insonlarga Allohning rahmi kelsin. Bunaqalarning kunlari ularni har kuni larzaga solib qaltiratib turadi. Alloh taolo aytadi, astagfirullah, la tajidannahum ahrasan nasi ala haya. Mana shunga o'xshagan yahudlar, mana shunga o'xshagan dunyoga berilgan, dunyodan boshqa narsani g'am qilmagan odamlar hayotga eng o'ch odamlar bo'ladi. Haya deb turib alif lomsiz aytilyapti. Haya degani har qanday hayotga rozi, faqat yashasa bo'ldi. Ammo mana shunga o'xshagan zaiflikni ko'tarmaydigan, quvvatli qalb egalari bo'ladi, kuchli qalb egalari bo'ladi. Bularga Alloh tomonidan yordam keladi. Chunki bular Allohning va'dasiga iymon keltirgan. Allohning va'dasi haq ekanligiga iymon keltirgan. Ular taqdirda bitilgandan oshcha narsa bo'lmaydi deb aniq ishonishadi. Alloh taolo ularga xotirjamlikni beradi. Kim aytgani bo'ladi? Alloh aytgani bo'ladi deydi. Ularning qalblariga Alloh taolo taskin tushiradi. Yelkasiga yer sharini ko'tarib olgan, timmasdan bo'layotgan ishlardan norozi bo'lib, hamma vahimani ko'tarib yurgan odamlar o'tirib olib, palonchi zolim, palonchi xalqqa zulm qilyapti. Anaqa qilib bo'lib ketdi, manaqa qilyapti. Sen nima qila olasan? Hech narsa qila olmaysan. O'sha mansabdor, o'sha quvvat egasi, hech narsa qila olmaysan. Tiyib qo'yish qo'lingdan keladimi? Yo'q. Uni zolimligiga bitta sen emas norozi, hamma norozi. Qo'lingdan hech narsa kelmagandan keyin nima qilasan gapirib? Qo'lingdan nima keladi? Haqqiga duo qil. Alloh insof bersin deb. Yoki bo'lmasa Allohga topshirib qo'y. Bo'ldi, gapiraverma hadeb. Nima qilasan? Jirilaverasanmi? Qo'lingdan keladigan ishni qiyin birodar. Chunki Allohga topshirib qo'ygan banda xotirjam bo'ladi. Qiyomat kunida Alloh taolo har bitta haq egasini haqqini olib beradi. Aka, uyingizda ishladim, ishni zo'r qilib qildim, kamchiligi yo'q bilasiz, pulimni bermayapsiz. Siz bilan urushib talashgani meni kuchim, quvvatim yetmaydi, siz palonchisiz. Bersiz dunyoda olaman, bermasangiz qiyomatga qoldi, assalomu alaykum deb ketaverasiz indamasdan. Chunki iymoningizning quvvati bor-da, nasib qilgan bo'lsa shu dunyoda olasiz. Bo'lmasa qiyomatda aniq olasiz. Chunki Allohning va'dasiga ishonasiz. Siz jazoga tushmaysiz, bermay qo'ydi. Alloh taoloning oyatiga iymoni komilda bunaqa bandani. Astagfirullah. Va nada'ul mawazinal qista li yawmil qiyama fala tuzlamu nafsun shay'a. Biz deyapti Alloh taolo qiyomat kuni uchun adolatli tarozini qo'yamiz. Bas biron jonga zarracha zulm qilinmas. Va kafa bina hasibin. Biz o'zimiz yetarli hisob kitob qilamiz deydi. Yelkasiga, yer sharini yelkasiga ko'tarib olgan odamlar. Bunaqa odamlar doim g'amda, doim xavotirda, tashvishda, doim nahnovada gapiradi. Nima qila olasan? Hech narsa qila olmaysan, xotirjam bo'l. Oshib ketdimi, oshib ketdi, tushib ketdimi, tushib ketdi. Demak, Alloh xohlagan ekan shu narsani. Yana nima sodir bo'lish kerak bo'lgan bo'lsa, sen g'am qilsang ham sodir bo'ladi u, g'am qilmasang ham sodir bo'ladi. Bu o'rinda yana bitta narsani aytib o'tishimiz kerak. Bu endi ijobiy ma'noda yer sharini yelkaga ko'tarib olish. Jon serak odamlar bor, oshiqcha, ortiqcha. Oshiqcha jon serak. Bu mas'uliyat his qilish deb qo'yingda buni. Javobgarlikni his qiladi, mas'uliyat his qiladi, albatta bu maqtovli sifat. Ammo mana shu jon seraklik ham oshiqcha bo'lib ketadigan bo'lsa, bu ham insonni halokatga olib boradi. O'zi har qanaqa yaxshi narsa chegarasidan, haddidan oshib ketsa, yomon narsaga aylanib ketishi mumkin. Man zada ala haddihi inqalaba ala ziddihi.
qaysi narsa chegarasidan haddidan o'tib ketsa, ziddiga aylanadi. Masalan, o'sha beparvo bu narsalarga deyapmiz, bu ham me'yorida bo'lish kerak. Hamma yo'qqa beparvo bo'lmaydi. Ko'k choy yaxshi narsa. Lekin ko'payib kelsa, davlening tushib ketadi, uxlaydigan bo'lib qolasan. Ozingdan suv oqadigan bo'lib qoladi. Demak, ko'k choy ham me'yorida bo'lish kerak. Novvot choy yaxshi narsa. Lekin bu ham haddidan oshib ketadigan bo'lsa, burningdan qon oqadigan bo'lib qoladi. Demak, buni ham me'yori bo'lish kerak. Boyagi ancha-muncha ishga parvo qilmaslik, buni ham me'yori bo'lsin. Ancha-muncha narsaga jonserlik qilib turishlik, buni ham me'yori bo'lsin. Xullas, hamma narsa nimasida bo'lish kerak ekan? Me'yorda bo'lish kerak. Ishxonada sen bir brigadirsan, ishni nazorat qilib turishing kerak. Men qaramasam kim qaraydi? Men nazorat qilib turmasam anaqa bo'lmaydi, men qaramasam bunday bo'lmaydi. Xullas, bo'yniga olgan. Va'da berdi, vaqtiga boraman dedi. Kechasi bilan uxlolmaydi. Ertaman 6 ga yetib boraman dedi. Jon seraligi shu darajadaki uxlolmaydi. 5 marta uyg'onadi kechasi bilan. Bormi? Bor. Bo'ldi, 5 kunda bitkizib beraman mashinangizni deydi usta. Harakatni qilyapti, sababni qilyapti, lekin shu darajada jon seraligi svet o'chib qolmasmikin, og'rib qolmasmikinman, boshqa ishim chiqib qolmasmikin? Bu haddidan oshib ketish deydilar, birodarlar. Sen qo'lingdan kelgan ishni sababini qil, natijani Allohga topshir, tavakkul qil. Shuning uchun ba'zi ishlar seni toqatingdan tashqaridami? Jon seralik deyish. Ota-onalar farzandlarini kelajagini g'amini qiladi-da, oshiqcha jon seralik qilib, hamma narsasini muhayyo qilib beraman deb o'lib tolib yugurur. Yelkasiga dunyoni ko'tarib oladi. Nevaralarga ham bittadan uchastka qilishni g'amida bo'lib qoladi. Mana shu oshiqcha endi. Ha, ota o'zidan keyin farzandlarini birovning qo'liga qarab qoladigan qoldirgandan ko'ra, qonni qursog'ini to'q qilib qoldirgani yaxshi. Lekin nevarasini g'amini qilishlik darajasida emas-da, birodarlar. Chunki birodar, siz bolangizni kelajagini qilib bera olmaysiz. Rizqini qilib bera olmaysiz. Osoyishta hayotini qilib bera olmaysiz. Bu uni taqdiridagi rizqi. Siz qilib bergan narsa bir kunda yo'q bo'lib ketishi mumkin. Buni o'rniga siz o'sha bolangizni ta'lim tarbiyasi bilan shug'ullaning, shunga jiddiy jahd qiling. Odobini bering. Allohni taniting. Mana shu sizning ishingiz. Endi siz o'tib ketgandan keyin Alloh bilan bo'lgan muomalasiga, Allohga bo'lgan qulchiligiga yarasha kun ko'radi. Eslab qolinglar shu qoidani, akalar, ukalar. Otangiz boy. Garantiya yo'q, otangiz boyligi sizning qo'lingizda bo'lib, siz ham boy bo'lishingizga. Siz Alloh bilan bo'layotgan muomalangiz, Allohga bo'layotgan taqvoingiz, qulchiligingizga yarasha kun ko'rasiz. Otangiz kambag'al. Bu variantni ham ko'raylik. U otangizni kambag'alligida u. Endi sizning hayotingiz yana boyaga aytganimizdek Alloh bilan bo'ladigan muomalangizga qarab bo'ladi. Otangiz necha pul bosib qo'yganligi bilan emas. Chunki otangiz rizqida u. Sizning rizqingizda bormi yo'qmi Xudo biladi uni. Shuning uchun birodar, bola chaqam, nevaram deb yer kurrasini yelkangizga ortib. Yana ahli ilmlarni oling. Domlalarni oling. Shunaqa bir jon serakki, jon serakligidan yoshlar yo'ldan adashib ketyapti. Aldanib qolyapti, tarbiyasi buzilyapti, ota-onasiga tikka gapirib, ota-onasiga oq bo'lib qolganligini bilmayapti, kattalarga nisbatan behurmat, ulamolarga nisbatan bepisat bo'lib qolganda bir bezillab, shunaqa bir jon seralik qiladiki, oshiqcha jon seraligidan infarkt bo'lib qolishga keladi. Insult bo'lib qolishga keladi. Shunaqa birodarimizga nasihatimiz, birodar, sen qo'lingdan kelganicha harakat qilding, aytding, tushuntirding, o'rgatding, dalilni keltirding, misolni keltirding, hayotdagi bo'layotgan ishlarni ko'rsatib qo'yding. Shundan keyin ham aynib ketdimi? Tamom. Demak, uni taqdiri shu ekan, siqilma. Aytding, deding, yillar davomida o'qitding, o'rgatding, baribir aynadimi? Demak, aynish kerak ekan. Xazon sipohiga ey, bog'ibon emas moni. Nima degani bu? Xazon sipohiga ey, bog'ibon emas moni. Bog'ibon qayerga bog' qilishlikni tanlaydi. Yerni tanlash uning ixtiyorida. Qaysi daraxtlarni ko'chirishlik uning ixtiyorida. Orasini qancha ekadi, qachon suv qo'yadi, qaysi shoxini qoldirib, qaysinisini putaydi. Uni ishi shu. Bog'ni o'stirdi. Katta bog'ga aylandi, meva berishni boshladi. Endi kuz keldi. Xazon sipohi, ya'ni kuzni qo'shini keldi. Kuz kelganda daraxtning barglari nima bo'ladi? Sarg'ayadi. Kuzda shamol esganda barglar nima bo'ladi? To'kiladi. Shuning uchun aytayapti bu yerda.
Xazon sipohi kelganida, ey bog'bon emasmoni, hech narsa qila olmaydi. Kuz keldi, bak sarg'ayadi, hech narsa qila olmaydi. Shabadasi keladi, bakni to'kadi, bog'bon hech narsa qila olmaydi. Shuning uchun domlalar shogirdlariga xuddi shu boqqa muomala qilgandek ko'chirib, suv quyib, parvarish qilib, tarbiyalab, mevaga kirgizib turgan paytda mana shunday bir musibatlar, mana shunday bir fitnalarni kuzi kelganda barglari sarg'ayib to'kilib ketar ekan. Endi bu domla nima qilish kerak ekan? Demak, shuna bo'lish kerak ekan deydi-da, keyingi daraxt bilan ishlab ketaverar ekan. Shuning uchun shunday bo'ldimi? Demak, shunaqa bo'lish kerak ekan. O'sha odamning taqdiri shunaqa ekan, ishingni davom ettiraver, yer kurrasini yelkangga ko'tarib olma. Bu ish seni qo'lingdan kelmaydi. Chunki Alloh taolo Muhammad alayhisalomga aytayapti. Astagfirullah. Va ma aktharun nasi walau harasta bi mu'minin. Ey Muhammad alayhisalom, ey Muhammad alayhisalom, siz har qancha haris bo'lmang, har qancha xohlamang, odamlarning ko'plari mo'min bo'lmaydi. Agar faqatgina da'vatchini da'vatiga bog'liq bo'lganida bir odam iymonga kelishi, Muhammad alayhisalom atrofidagilar hammasi iymonli bo'lish kerak edi. Abu Talib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning amakisi, Rasulullohni 8 yoshidan qaramog'iga olgan. Payg'ambar bo'lgandan keyin himoyasiga olgan. Shu kishi Rasulullohning da'vati natijasida ham kalima keltira olmadi-yu. Demak, bu yerda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam amakisi iymonsiz holda ketganligini ko'rib, qattiq qayg'uga tushganida Alloh taolo nima dedi? Innaka la tahdi man ahbabta walakinalloha yahdi man yasha. Ey Muhammad alayhisalom, siz o'zingiz xohlagan bandalarni, yaxshi ko'rgan bandalarni hidoyatga boshlay olmaysiz. Alloh hidoyat qiladi. Sen birodar hammani tuzatib yuborishga mas'ul emassan. Sen imkoning doirasidagi kuching yetadigan ishga javobgarsan, o'zingga rahim qil. Chunki Abu Talib Rasulullohning da'vatini eshitib ham iymonga kela olmadi. Hidoyatni Alloh beradi, agar banda talab qilsa. Yer kurrasini yelkangga ko'tarib olma banda. Ro'paringda turgan ishlar ikki xil bo'ladi. Sen ta'sir o'tkaza oladigan ishlar, sen ta'sir o'tkaza olmaydigan ishlar. Sen ta'sir o'tkazadigan ishlarga qo'lingdan kelgan sababni qil, natijasini Allohga topshir. Endi sen ta'sir o'tkaza olmaydigan ishlarda Allohga havola qilib qo'y. Saodatning 25-sababi yer kurrasini ustunga ko'tarib olma. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala.